Assalomu alaykum, sevimli balalarım. Biz bugun Z harfi bilan tanishamiz. Qaranglar, Z harfi biz burun o'rgangan qaysi harfga o'xshaydi ekan? Ya'ni R harfiga o'xshaydi u. Bularning o'xshamaydigan yeri qanday ekan? Ustida bir chekit bor ekan. Bularning shakli yana harf qurilmasi R ga o'xshaydi, lekin ustida bir chekit bor. Undan keyin buning shakli, masalan, burun R harfidan o'tgan to'q esinglardimi? Sizlar yoqtirib o'ynaydigan bir o'yinchoqqa o'xshaydi, yana serilg'ushga o'xshaydi u. Shunga biz bu Z harfining yana bu shaklni biz serima deb ataymiz. R harfi bir serimadan tuzilgan tez, Z harfi bo'lsa bir serima va ustida bir chekit bor ekan. Z harf oilasidami R harf oilasiga o'xshash ikki a'zo bor. Ya'ni yolg'iz Z va oxir Z. Biz endi bu Z harf oilasidagi ikki a'zoning so'zlarning ichidagi so'z yozishini ko'rib boqaylikmi? Bu rasmdagi nima? Bu rasmdagi zanjir. Undan keyin biz bu zanjir degan xatga qarab boqaylik. Zanjir degan xatda ya'ni old tarafdan tuzilgan ekan. Undan keyin yolg'iz Z beshida kelibdi. Undan keyin yolg'iz Zning qo'li yo'q, shuning uchun yolg'iz A'ning yerida turib so'z yasabdi. Undan keyin uchinchi harf nimada? Uchinchi harf boshni. Boshni. Undan keyin biz burun o'rganganlardan R'ni ko'rdinglar, shunaqa oxir R'ni. Undan keyin o'tirib kelgan harf sachi nimada? Zanjir bo'lganki J va I harfi. Buni keyin o'rganamiz, shunday bo'lsa-mu, ko'zinglar pishib mavsun. Ondan keyin bu yolg'iz Z odatda so'zlarning beshida va o'ttirda va oxirida keldi. Bu zanjir degan so'zda yolg'iz Z so'zning beshida kelibdi. Yolg'iz Z so'ziq tovushlar bilan so'z yasagan vaqtida odatda so'ziq tovushlarning yolg'iz harfi bilan so'z yasaydi. Ya'ni yolg'iz Zning qo'li yo'q, yolg'iz so'ziq adashlarning qo'li yo'q. Bular ikkisi bir-birisining yonida turib so'z yasaydi. Yana qaranglar, masalan, Z, yana yolg'iz Z, yolg'iz A'ning yonida turib so'z yasaydi. Ikkilisining qo'li yo'q, bir-birisining yonida turib so'z yasaydi. Ya'ni za. Za degan bir bo'g'imliq so'zni yasaydi. Ondan yana o'xshashlar Z harfi, ya'ni yolg'iz Z, yolg'iz Zning yonida turib za degan bir bo'g'imliq so'zni yasaydi. Yana o'xshashlar Z, yolg'iz Z, yolg'iz O'ning yonida turib zu, yolg'iz Z, yolg'iz O'ning yonida turib zu. Yolg'iz Z, o'xshashlar yolg'iz O'ning yonida turib zö. Yolg'iz Z, yolg'iz O'ning yonida turib zu degan bo'g'imlarni yasaydi. Yolg'iz Z so'zlarining beshida, o'ttirda va oxirida keladi degan to'q. Abaydan yolg'iz Zning beshida kelgan holatidan bir ko'rdik. Ham shundaqdimi hozir yana bir ko'rsataman. Bu zot degan xatga qarasanglar, zot degan xatdagi harflarning hammasini biz burun o'rganib o'tgan, yoza olasizlar. Bu buningda yolg'iz Z beshida kelgan, so'zning beshida kelgan. Zot degan gap mashhur kishi, oliyjanob, hurmatga sazovor oliyjanob kishilar degan gap. Yolg'iz Zning o'ttirda kelgan holati. Bu ro'za degan xatga qarasanglar, yolg'iz Z o'ttirda kelgan. Ham shundaqla bu ro'za degan xatga qarasanglar, hammasi yolg'iz harflardan tuzilibdi. Yolg'iz R, yolg'iz O, yolg'iz Z va yolg'iz A ekan. Bu ro'za degan gapni emas deymiz, hammalar bilsizlar, biz Ramazon oyida qilgan cho'ng ibodatlarimizdan birisi. Ramazon oyimizga oz qoldi, ro'za tutishni hargiz unutmanglar. Yolg'iz Zning so'zlarining oxirida keladigan holati. Bu No'ruz degan xatga qarasanglar, yolg'iz Z so'zning oxiriga kelgan. Bu No'ruz ikki bo'g'imliq so'z bo'lib, oldidagi no degan birinchi bo'g'imi yolg'izni oxir o'dan tuzilibdi. Keyingi bo'g'im ruz bo'lsa, o'xshashlar yana yolg'iz harflardan tuzilibdi. Yana yolg'iz R,
yolg'iz u, yolg'iz zlardan tuzilibdi. Bu No'ruz degan gapni hammalar bilsizlar, har yili 3-oyning 21-kuni bizning No'ruz bayramimiz. Mush kundan boshlab kunduz uzrab, modu kech qisqirab mağdigan bir tabiat bayrami, ya'ni inoqlik bayrami. Biz ham bu kunda hammamiz bir yig'ilib nihoyat qizg'in tabriklashimiz. Bu kuni hargiz unutib qolmanglar. Bu No'ruz degan xatda yolg'iz so'zning oxiridagi ekan. Endi biz og'ir C bilan tunishimiz. Rasmdagi nima ekan? Rasmda bir jiqqina putning izi bor ekan. Ya'ni biz buni iz deymiz. Xuddi maktabimizning ismi izchilarga o'xshash. Bu iz degan xat, ya'ni 2 harfdan tuzilgan. Yana buningda oxirisi hozir o'tyapmiz. Buni oldidagi harf sizlarcha nimadu? Ya'ni iz bo'lganki bu I harfi, ya'ni bu bir bosh I. Oxirisining o'ng tarafda qo'li bor. Shunga u odatda arabadashlar bilan do'st bo'lgan vaqtida sol tarafida qo'li bor arabadashlarning qo'lini tutib so'z yasaydi. U so'zlarning o'rtasida va oxirida keldi. Uning harf qurilmasi bir siziq, siyirma va bir chekitdan tuzilgan. O'ng tarafida qo'li bor. Oxirisi so'zlarning o'rtasida va oxirida keldi degan to'q. Abaqi iz degan xatda oxirisi so'zlarning oxirida kelgan. Endi o'rtada kelgan oldi. O'sha iz degan xatga yana yolg'izlarni qo'shsak, izo degan xat kelib chiqadi. Bu izo degan xatda oxirisi so'zning o'rtasida kelgan. Bu izo degan gap yana xijil bo'lish, numus qilish degan gap. Odatda biz pek kapsizlik qilib qo'ysak, ota-onalarimiz bizga nima deydi? Xijil bo'lg'ina, izo tortqin bo'ldi, kapsizligingni to'xtat deydi-ku. Osh gap shu, izo degan. Endi sizlar Gulnar opanglar tuzgan Elipa kitobning 71-betini olsanglar, shuningda bir o'qishliq bor, yana bir mashq bor, o'qish mashqi. Yana tövəndəki sözlərni oqunglar və köp buğumluq sözlərni buğumlarga ayırыңlar debdi. Şularni o'qib məşq qilib baqamsizlar. Bu sizlarga topshiriq berildi undaq bo'lsa. Undan boshqa Tashalma tor darsxonasida Tashalma elipasining parallel mashq to'plamlari bor. Shuningda ziyga doir mashqlar bor. Ya'ni Tashalma tor darsxonasi tuzgan va Gul onanglar tuzgan ziyga doir mashqlar bor. Shu mashqlarni ishlasanglar, ziya harfini texmo yaxshi tuniy olasizlar. Oxirida men sizlarga ya'ni shu Elipa kitoblarning 72-betidagi No'ruz degan she'rni deklamasiya qilib berman. Sizlar shuni ko'p qitim anglab, yodga evilinglar bo'lamdi. No'ruz. No'ruz keldi chepishib, chiqdi ko'klar yer teshib, xo'shal xo'ram yoyiriduq, naqsha qo'shaq aytishib. No'ruz keldi xush kulib, gul g'unchalar ichildi, diqqonlarning yeriga urug'larmu chechildi. No'ruz qutlug' bir kundur, hammamizga mehmondur. Yil ishini No'ruzdan boshlamasak yomondur.